Biznesmen, tadbirkor, ishlab chiqaruvchi akalarimiz diqqatiga. Ishlab chiqarish qilaman desangiz ham bu joy to'g'ri keladi. Qurilish qilaman desangiz ham bu joy to'g'ri keladi, aka. Yon atrofga birinchi navbatda e'tibor bering. Aholidan uzoq joyda joylashgan, oldin bu yerda g'isht zavodi joylashgan ekan, yaqin atrofida. Tabiatiga e'tibor bering. Havosi toza joylar, yon atrofingiz dala bo'ladi. Yanishmasam 4 ta 5 ta xonadon sanadim. Ko'rishingiz mumkin yon atrofida ham. Hamma kommunikatsiyalari bor joylar, gaz, svet, suvdan muammo yo'q joylar. Sotuvga qo'yilgan joyimiz 25,5 sotixlik quruq yerimiz bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin, tarsa o'yida joylashgan. 50 metr asosiy ko'cha tarafi, 51 metr bu yoq ko'chadagi tarafi bo'ladi. Oldi agarotini ham ko'ryapsiz, 5 metrlar atrofida bor. Agar siz bu yerda ishlab chiqarish qilaman desangiz ham, yerini ichkarida sizga ko'rsataman, tep-tekis holatda bo'ladi. Bu yoq tarafini ko'radigan bo'lsangiz, 51 metr ichkari taraf. Umumiyga qo'shadigan bo'lsangiz, 31,5 sotix yer maydoniga joylashgan bo'ladi. Sizlar bilan birgalikda yer tepasini ko'rishda davom etamiz. Ketdik. Ko'rayotgan yo'lingiz asosiy ko'chadan kirish bo'lyapti. Zangiotat tumani Turopobod mahallasi bo'lyapti. Ko'pchilik biladi, Yoshininchidan tushib kelinadi 4 kilometr atrofida. Ikki yoqlama ko'chaning o'rtasida joylashgan. Bu yoq tarafimiz birinchi ko'cha bo'ladi, aka. Yuring, endi sizga ichkari hovlisini ko'rsataman. Gaz, svet, suvdan muammo yo'q joylar, lekin bu yerda suv olib kirilgan, svet olib kirilgan. Ko'rishingiz mumkin. Mana yer holati tep-tekis holatda. 3 ta kadastrga alohida bo'lingan 8 sotixdan ikkitasi alohida 955 sotig'i yana alohida dokumenti bo'lingan. Agar umumiy oladigan bo'lsangiz, xat hujjatida 25,5 sotix, zahvati bilan hisoblasangiz 31,5 sotix bo'lyapti. Zahvati shunda mana shu 10 taraf ko'rib turgan joyingiz bo'lyapti. Endi bu yerda istaganki sifatida foydalanasizmi yoki qanaqadir qurilish qilsangiz ham bo'ladi. Qisman yoki xatlov kelganda xatlovdan o'tkazib, xat hujjatingizga qo'shish imkoniyati bor. Sotig'iga 11,000 dollardan so'rashyapti. Albatta yana tepasiga kelsangiz, kelishtirib savdosini qiladigan joylari bor. Qiziqqanlar bo'lsa raqam qoldiramiz. Bemalol kelib ko'rib, xat hujjatini o'zingiz uchun tekshirgan holatda savdosi barakasini qilsanglar bo'ladi.